To'rtinchi dars. G'oyadan ishga tushirish kontenti. Aytaylik, siz B2B kompaniyalariga bitimlarni tezlashtirishga yordam beradigan yangi konsalting xizmatini yaratdingiz. U ishlashini bilasiz. Siz uni 3 ta mijoz bilan sinab ko'rgansiz. Endi bu haqda hammaga e'lon qilishingiz kerak. Veb-sayt matni, e'lon emaili, ijtimoiy tarmoqlar uchun postlar, keyinroq esa balki reklamalar ham. Keling, bularning barchasini o'rganganlarimizni qo'llagan holda Jasper yordamida ko'ramiz. Ko'p kanalli muammo. Yangi xizmatni ishga tushirish bir nechta kanallar uchun kontent yaratishni anglatadi. Har bir kanal bir xil asosiy xabarga ega bo'lishi kerak, ammo turli auditoriyalar va formatlarga moslashtirilgan holda. Bu vaziyatni ayniqsa qiyin qiladigan jihatlar bir xil asosiy xabarni turli formatlarga moslashtirish kerak. Har bir kanal boshqa auditoriya va ohangni talab qiladi. Moslik va izchillik saqlash qiyin. Kontentni qo'lda qayta moslashtirish vaqt oladi. Tafsilotlar yo'qolib ketishi yoki xabar parchalangan holda bo'lishi mumkin. Buning yechimi Jasperga xizmatingiz haqida asosiy kontekstni bir marta berishdan boshlanadi. So'ngra shu kontekstdan siz yaratadigan har bir kontentda foydalanadi. Keling, buni Jasper IQni sozlashdan boshlaymiz. Xuddi shu kontekstdan foydalanib, boshqa kanallar uchun kontent yaratish, aniqroq qilib aytganda, shu loyiha ichida qolamiz va Jasper IQni allaqachon sozlaganini bilgan holda. Natijada siz quyidagilarni qila olasiz. Loyihani Jasper IQda saqlagan ma'lumotlar bilan bog'lay olasiz. Ishga tushirishga oid barcha kontentni shu loyiha ichida saqlaysiz. Xabar va ohang izchilligini ta'minlash, yangi kontent yaratishda avvalgi materiallarga murojaat qilish. Veb-sayt tavsifingiz avtomatik ravishda ushbu loyihaga o'tkaziladi va loyiha sozlangan va Jasper IQ ulangandan so'ng qo'shimcha kontent yaratish ancha tezlashadi. Shablon bo'limiga o'tiladi. Promotional email tanlanib, o'z kontentingizni qo'shasiz. Kontent yaratish ish jarayoni. Jasperni ishga tushirishlar va kompaniyalar uchun samarali qiladigan jihatlari. Birinchisi, kontekstni bir marta sozlang. Jasper IQ xizmatingiz yoki mahsulotingiz haqidagi tafsilotlarni saqlaydi. Mos shablonlardan foydalaning. Har bir formatning tuzilmasi alohida boshqariladi. Projectslar tartiblangan, bog'liq kontent bir joyda saqlanadi. Qayta yarating, moslashtiring. Bir xil xabar, turli formatlar. Bu yondashuv har qanday ko'p kanalli marketing faoliyati uchun ishlaydi. Ishga tushirishga tayyor bo'lganda 1 soatdan kam vaqt ichida siz quyidagilarni yaratasiz. Professional veb-sayt matni, e'lon emaili va ishga tushirish posti. Va bularning barchasini har safar xabarni boshdan qayta yaratmasdan amalga oshirasiz. Endi jarayonni tushunganingizdan so'ng uni bemalol amalga oshirishingiz mumkin. Va shu bilan birinchi bo'lim o'z nihoyasiga yetdi. Bu yerda siz Jasper AI'ning asoslarini o'rgandingiz. U nima uchun kerakligi, shablonlar va chat orqali qanday kontent yaratish, ishni qanday tartibga solish va Jasper IQ kontentingizni haqiqiy biznes kontekstiga qanday bog'lab turishni o'rgandingiz. Keyingi darslarda siz ushbu ish jarayonini aniq marketing vazifalariga qo'llaysiz. Mahalliy biznes marketingi, email kampaniyalari, veb-sayt kontenti va boshqalar. Jasperni biznesingiz uchun ishga solishga tayyor bo'ling.